Dadajon, oyijon, duo qiling, ishga shoshyapman. Voy, dadasi duo qiling. İşleringni rivojini bersin o'g'lim. Allohu akbar. Dadasi, Ha? telefonimni puli tugab qolibdi. Pul solib qo'ying. Xo'p, yaxshi. Yaxshi. Dadajon, internetimda pul tugab qolibdi, pul tushirib qo'yaysizmi? Bo'ldi-da, ota-o'g'il. Hozirroq pul tushirib qo'yaman. Hay o'g'lim, suvni pulini to'ladingmi? Suvni pulini to'lamayotganlarni qarmoqdan uzib qo'yayotgan ekan. Esimdan chiqib qolibdi, oyijon. Turor kun tushirib qo'yarman. Mayli, yaxshi o'tiringlar. To'xta o'g'lim. Telefoning o'chib qolsa, pul to'lash esingdan chiqmaydi. Internetga pul to'lash esingdan chiqmaydi. Mashinangni benzini tugab qolsa, mashinaga benzin quyish esingdan chiqmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin ichadigan suvimizga pul to'lash esingdan chiqib qoladi. Sen hali bizlarga harom luqma ichiryapsanmi o'g'lim? Hay o'g'lim, odam uyaladi-ya. Bugun olib borib, ichimlik suvga pul to'lagin. Keyin to'lab qog'ozlarni olib kelib, menga ko'rsat. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Sizchi azizlar, ichimlik suvga pul to'ladingizmi? Agar to'lamagan bo'lsangiz, hozirroq to'lab qo'ying. Oilangiz rizqiga harom aralashtirmang.